Assalomu alaykum, qadrli xotin-qizlar, hurmatli hamkasblar. Aziz Qirg'iziston Respublikasi ayol sudyalari va sud xodimlari. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi nomidan va shaxsan o'zim nomidan sizlarning xalqaro 8-mart xotin-qizlar bayramidan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarning zimmangizdagi vazifalaringizni fidoyilik bilan ado etib kelmoqdasizlar. Ham ishda, ham oilada sadoqat bilan qonun bo'yicha ishlashingizga va oilangizga katta muvaffaqiyatlar tilayman. Bugungi bayram munosabati bilan O'zbekistonning barcha erkak sudyalar nomidan sizlarga o'z samimiy qutlovlarimizni yo'llaymiz. Oilangizda hamisha mehr, muhabbat va samimiyat bilan nurga to'lib tursin. Professional faoliyatingizga fidoyilik va omad yor bo'lsin. Sizning ayollik baxtingiz hamisha yurak harorati va nazokat, mehr, muhabbat va oqilalik kabi fazilatga to'la bo'lsin. Sizga baxt, saodat, mustahkam sihat, salomatlik, faoliyatingizda hamisha yutuqlarga boy bo'lishini tilab qolaman.